oshxona mebel zakaz berishga bu 3 xatoni qilsangiz, bir azoblanasiz. Uchinchisini aniq siz eslagansiz. Oshxona mebellarini har doim dopatalka qiling. Agar dopatalka qilmasangiz, agar changlar yig'ilishining oqibatiga har xil allergik kasalliklar, astma, bronxit va shunga o'xshash kasalliklarni olib keladi. Patologiyasi uzun bo'ladigan bo'lsa, agar хотя бы obmanka qilib qo'ying. Ortiqcha yorug'lik hech qachon zarar qilmaydi. Рабочий zona fartuqning tepasiga har doim podsvetka qo'ying, chunki ishlashga yanada komfort bo'ladi. Agar podsvetka sensorli bo'lsa, agar qulaylik ustiga yana qulaylik. Va uchinchisi, eng muhimi, kuxonniy garnitur taxlashga oldin xolodilnik, duxovka, mikrovolnovka, xolodilnikingiz katta va joyingiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, alohida xolodilnik qo'ysangiz ham, apishka qilsangiz ham bo'ladi. Xolodilnikdan keyin bo'lsa, agar moyka bo'lishi kerak. Chunki narsalarni olib keldim, qo'ydim, yerlashtirdim. Xolodilnikdan oldim, yuvdim, tayyorladim, bu yerda zagotovka qildim, jarit ishlarini olib bordim, bu yerda podachi uchun olib kelib stolning ustiga qo'ydim. Bu ham vaqtingizni tejaydi, ham siz uchun komfort bag'ishlaydi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yib, bu videoni do'stlarga jo'natishni esdan chiqmasin.